100gacha ham sanolmasdi har kunlari. 500gacha. Sanadimi? Sanadi. Bo'ladi, zo'r. 500gacha to'xtovsizmi? Ha, yaxshi. Ish buyursangiz 2-3 martada aytsangiz keyin qilardi. Hozir esa bir martalik kutib turganingizdan keyin qilar ekanmiz. Turib yana shu ishni qilib ketyapti. Aytmaysiz ham ikkinchisida o'sha. Yaxshi. Demak, o'zi bilib qilish ham sal paydo bo'lyapti. O'rtoqlari qizi yo'q desa, mendan 5000 $1000 bitta o'rtog'iga menga qiz toping deb pul ham berib gaplashadi. Korrupsiyaga biz qarshimiz deydi. Yaxshi. Nechada uxlayapsan kech payt? 8. Erta emasmi 8? O'tirib, keyin uxlayapsiz. Ha, ertalab necha turyapsiz? 6 da. Yaxshi, zo'r. Sal tepaga chiqing, Elyor aka. Kim bo'laman katta bo'lsam doding? Akfa. Katta 2 3 ta akfa sexim bo'ladi, kamida. Sen boshliq bo'laverasan, ha? Chaqal. Yaxshi o'rgangandan hozir. Qani qo'lingizni beringchi. Demak 500 gacha to'liq sanayapti. 500 dan yog'ini-chi? Ag'ini kim sanaydi? 500 dan yog'ini kim sanaydi, Elyorbek? Akfada sen yasashdanmi, o'rnatishdanmidi? Yo'q, tushundim. Akfani yasab berishsa, borib o'rnatib kelasizlarmi sizlar yo просто akfa romini yasaysizlarmi? Sexda yasaysizlar, ha? Charchab qolmayapsan deymi? Yaxshi. O'rtoqlar bilan obeddan keyin ko'rishyapsanmi darsdan keyin? Kechki payt chiqasan ko'chaga? Chiqmayapsan? Mana qo'lingizni bering. Qorong'idagi qo'rquvi qachon boshlangan? Bu faqat yolg'izlikda emas, sherik bo'lsa hammi? Yo'q, havliga chiqib kelsa ham do'l bo'lsa ham. Hop. Svetga yoqadi, o'chirganda baqirib yugurib keladi. Nimaga qo'rqyapsan qorong'ida? O'zini o'zi himoya qilyapti deb baqirib deyapman. Nimadir ko'rinadimi ko'zingga, ha? Yo kimdir orqadan kelayotganga o'xshaydi, ship kulib. Unaqa hech kim yo'q. Sal boshingni. Buni qorong'ulik yengish uchun eng yaxshisi keling, kechki paytda qorong'ida sayr. Yaxshi, zo'r. Telefon ishlatyapsizmi? Qanaqa? Bas. Doimiy emasmi? Elyorbek, doimiy emasmi? YouTube'dan darsda skachar qiladi. Siz telefoningizda, o'zining asosiy telefoni bormi? Bormi? O'sha bir kam berdi. Ana, knopkani bo'lsa ham olib berib turing. Qo'ymaydi. Qizlarga telefon qo'yardik, qo'yaman. Birga bittasi pul berganiga nomer yozib beribdi. Meni telefonimdan kutdi. Ayasi qamat boraman degan ekan, cho'riga tiqib qo'yibdi. Cho'rning o'zi tiqqanmi? Ha. Avval faqat o'yin o'ynardi. Televizorda unaqa narsalar faqat bolajonni ko'rardi. Endi hozir kinosiga chaqirib, oxirigacha ko'ryapti. Kinoni. Ha. Kino endi aytaveraman, haligi syujeti sal kattalar emasmi? 3 qahramon. Aha, yaxshi. Demak, 3 qahramon. Hali Melisa haqida endi shu demak yaxshi. Ana ikkala-yigidan hozir farq bor. Plyusga yurish bor. Почти 10% ga 2 oyda. Bu yaxshi natija. Shunaqa xudo xolasa plyusda yurish bo'lib tursa, rezultat ancha yaxshi bo'ladi. Faqat Elyorbekda ko'pchilikka qo'shaverish kerak. Hunariga mana berganingiz zo'r. Kechki payt qorong'ilikni yengish uchun eng yaxshi variant tashqarida sayr. Bir hafta 10 kun birga chiqish kerak-da. Undan oyog'iga sekin o'zini qo'yaverish kerak. Undan keyin holatda mana yozgi kanikulda xudo xolasa akfachilikdan tashqariga holatda 2 soat 3 soatga savdoga sal beramiz. Ko'pchilik bilan qancha muloqot qilsa, shuncha krugo'zor ko'payaveradi-da.